Xo'jayinimga telefon qilib, 1,5 soatda deb buvijonimni olib boraman deb qoldi. Men ham tezda buvijonimni yaxshi ko'radigan kotletni tayyorlashga tushib ketdim. Shu retseptni sizlar bilan bo'lishim keldi. 500 gramm yog'siz qiymaga 2 ta o'rtacha kattalikda piyozni qirg'ichdan o'tkazib sovolamiz. 1 bog' kashnichni mayda qilib to'g'rab sovolamiz. Ta'bga ko'ra tuz va ziravorlar, 1 dona tuxum sovolamiz va 4 bo'lik sutga evitilgan non. Qiymamizni yaxshilab 10-15 marta urib pishitib olamiz. Pishitilgan qiyma ochilib ketmaydi, yorilib ketmaydi va xolodilnikka tindirishga olib qo'yamiz. Qiymamizni xolodilnikda tinib turguncha qolgan masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Svetofor bolgarskidan foydalandim. Hamma masalliqlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Tingan qiymalarimizni 100 grammdan o'lchab olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, salafan yordamida kotletlarimizga shakl berib olamiz. Kotletlaringizga shu usulda shakl berib ko'ringlar, osongina juda ham chiroyli chiqarkan. Birinchi bo'lib kartoshkalarimizni tillarang qilib qovurib olamiz. Kartoshkalarimizni ko'tarib olib, kotletlarimizni ikki tarafini qizartirib qovurib olamiz. Endi alohida boshqa idishga tagiga birinchi pomidor teramiz, ustidan tuz sepib, ustidan piyoz terib chiqamiz. Piyoz ustidan ham tuz sepib olamiz. Piyoz ustidan bolgarskilarni terib chiqamiz va ustidan chesnok sepib olamiz. Tayyor kotletlarimizni solib, pomidorlarimizni terib chiqamiz, ustidan tuz sepib, uni ustidan yana piyozlarimizni terib olamiz. Bolgarskilarni ham qo'yib, ustidan tuz sepib, uni ustidan chesnok sepib, chetlariga kartoshkalarimizni terib chiqamiz. Kartoshkamizni tagiga qo'ymaganimiz sababi kartoshkalar ezilib ketmasligi uchun. Eng oxirida chesnok ustidan qizigan yog' quyib, past olovda 35-40 minutga dimlab qo'yamiz. Mazali sochni kotlet dimlamamiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham shu retsept asosida buvijoningdagi kotlet dimlama tayyorlab, maqtovlarni eshitib, duolarini olib qoling. Video yoqgan bo'lsa, yurachani bosib, kommentariy yozib qo'ysanglar xursand bo'laman.